ustunlar bor, mana bu qarang. Shu ustunlardan 23 ta ustun sanab chapga burilasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Asmo binti Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anha. Allohning sizga rahmati va barakoti bo'lsin. Bizdan va barcha mu'minlardan sizga xayr va barakot yuborsin Robbim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga, u kishining olib kelgan dinlariga sodiq bo'ldingiz, sodiq yashadingiz. Sahobiyalar ichida boringizni, joningizni sarf qildingiz bu yo'lga. Aziz birodar, islom tarixidagi eng go'zal lavhalarni yozgan, din uchun birinchi bo'lib jonini fido qilgan sahobiyalardan va e'tibor qilasiz, yagona bunaqangi ta'rifga hali hech qaysi sahobiyga erishmagan. Otasi sahobiy, bobosi sahobiy, eri sahobiy, o'g'li sahobiy, akasi sahobiy, singlisi sahobiy va bularning hammasi o'zining islomdagi juda katta o'rniga ega bo'lgan kishilardan biri. Asmo binti Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ta'bir joiz bo'lsa, bu dunyoda qarz qilib qo'yganlar. Rasululloh aytganlar, men senga qarzman, bu qarzimni yana keyingi u dunyoda uzaman, jannatda men senga ikkita belbog' beraman deganlar. Asmo binti Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Hazrati Asmo dinimiz uchun shunaqa xizmat qildilar. Shunchalik xizmat qildilarki, odamlar ta'riflashlikka ojiz qoladilar. Bitta xizmatini aytay. Asmo radhiyallohu anha bu din uchun shunday o'g'illar tug'ib berdilar, shunday o'g'illar tarbiya qildilar. Bir o'g'illari Abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhu, sahobiylarning ichida 4 ta Abdulloh, muftiy Abdulloh bo'lsa, bittasi shu kishi bo'ldilar. Bittasi tobiinlarning eng faqihi Urva ibn Zubayr radhiyallohu anhu bo'ldilar. Ummatdan sizga salom bo'lsin. Allohning rahmati va barakoti bo'lsin. Aziz do'stlar, hozir biz bu kishining bir o'g'illari haqida gaplashdik. Abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhu.